Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana shunaqa sigirimiz. Mana novoslarimiz bor. Mana bitta ham sigirimiz, mana bo'g'ozimiz bor yaqingina. Kimga shunaqa yaxshi sigirlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa 15 ta suti bor. Yengil tishovi bor molimizda. Mana bolasi buqacha. Mana bitta ikkita katta buqamiz bor. Bu sigirimizning narxi 38 million ozgina kami bor. Bo'ylari 120 kilos. 8-kuraylarni chiqaryapti. Mana novoslarimiz. Simental 1 yashar, 1,5 yashar. Qirg'iz paroda. 40 million so'mdan ozgina kami bor bularda. Va uchinchisiga bo'g'ozimiz, xudo xolasa 15-20 ga mana shuchkalari. Kallalari mana. Juda go'zal. Bo'ylari 120 kilos. Narxi 35 million so'm ozgina kami bor. Mana bu sigirimiz. Ikkinchisiga bolasi buqacha. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 10 tasi bor. Mana bolasi yotibdi. Bu sigirimiz 38 million ozgina kami bor. Mana bunaqa mana bo'g'ozlarimiz bor. 3 oylik, 5 oylik, 9 oylik yaqin avrasiskimiz bor. 7-oyga to'lib, xudo xolasa 8-oyga o'tib qoldi. Mana bunimiz ham 6-oyga to'lib 7-oyga o'tib, ikkinchisiga, birinchisiga, uchinchisiga, uchinchisiga, ikkinchisiga. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu bo'g'ozimiz bo'ylari 140 kilos, xudo xolasa. Narxi 42 million so'm ozgina kami bor. Mana bo'g'ozimiz bor. 5 oylik. Bu 45 kilos, xudo xolasa. Bunga ham 42 million so'm ozgina kami bor. Mana bunimiz yaqin, xudo xolasa mana tug'adi. Bo'ylari 125 kilos, xudo xolasa. Buni narxi, mana yapaloqligini qaranglar. Buni narxi 35 million so'm ozgina kami bor, so'raverasizlar. Mana bu bo'g'ozimizning narxi 45 million so'm ozgina kami bor. Bunga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ylari 150 kilos. Mana bunimiz 140 kilos tuz keladi. Xudo xolasa 7 oyga o'tdi. Bu bo'g'ozimizning narxi 40 million so'm ozgina kami bor. Mana bu bo'g'ozimizga jinni adashmovchilik bo'ldi. Bunga ham 40 million so'm so'rayapmiz, ozgina kami bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yuvoshligi, yeb ichishi, hamma yoq sog'ligiga javob. Bugungi sanamiz 8-iyul 7-iyul 2026-yil haftaning seshanba kuni. Agar xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman.